Assalomu alaykum. Mana yana bitta dush kabinamiz o'rnadi. Xudo xolasa. Yig'ishtirgan bo'lganimizga instrumentlarimiz. Ventilyatorlarni qo'yib berdilar, tanjo'lari sovuq bo'lsin, issiqqa chidab bo'lmayapti. Xullas dush kabinamiz yangi model. Hop, razmeri birga bir. Belga sepadigan masajnisi tahorat jumraga qo'ldan suv sepadi, tepadan suv sepadi. 4 xil suv sepadiganlar bor. Hop, mana ventilyator, mana bu kolonka, mana chirog'i, mana radiosi. Ventilyatori bilan nimasini mana shu yerdan boshqariladi. Hop, ligovkasi. Mana sovuq shampan qo'yadigan. Chuqur vannaligimiz, hop. Bu yoshlarga asosan, bolalarni vanna qilib cho'miltirgan asosan. Chuqur vannaligi. Bosiladigan kanalizatsiyalar bossangiz bo'ladi. Mana shunday o'ndan rasachilarga o'rnadi baholasa. Turishi ham, dizayni ham zo'r. Mana bu orqa tomonlari kabellarigacha ulab qo'ydik. Mana ikkita narsaga hozir terib berdik, hamma yoq terib beramiz. Mana shu ikkita narsasi, bittasi suv, bittasi sovuq suv bilansa bo'ldi, tayyor. Mana qolgan shlankalar qo'yib ulangan, hamma yoq montajlari bo'lgan. Tayyor. Hop, bugun 18-iyun sanasi. 18-iyun sanasiga keladigan bo'lsak, buni narxi $380. Aka, kelamisiz? Kelamisiz? Keling, bitta ikkita narsa so'raydigan narsam bor. Bugun 18-iyun aka. 2025-yili. Xo'p, mana shu kabinani necha pulga oldingiz o'zini? Yo'q, o'zini demang, mayli, o'zini narxini aytib qo'ydim. Mana shu yerga ustanovka qilib, yo'l kirasi bilan necha pulga tushdi? To'g'risini aytavering. Men o'tib berganlarimgacha farqi yo'q. Tekis necha pulga tushdi? 5 million 300 ming so'mga bir razmeri birga bir mana shu uylariga kelib, ustanovka yo'l kiralari bilan 5 million 300 mingga tushdi shu bugungi kunda. Xo'p. Endi buni aka eshigini yopib qo'yishmaydi bugun. Ana ichidagi klilar qurib oladi. Xo'p. Ligirovkalarni bilasiz hammasini, xudo xolasa. Undan bunga o'tadi ma'lumotlar. Xo'p. Buni asosiysi aka ko'pchilik aytadi-da, masalan, mana qo'shningiz ham ishlatgan ekan, qo'shningizga qarab turib qo'yapsiz, to'g'rimi? Buni ko'pchilik aytadi, menga yozishadi. Sasiydi deyishadi. Bunda mana ko'rib turibsiz, sasiydigan narsasi yo'q, to'g'rimi? Suv shimib qoladigan narsasi yo'q. Bu qachon sasiydi? Ishlataverib, kir, shampun qolib ketaversa, keyin sasiydi. Bu ishlatishga bog'liq. Hamma yo'g'i akril, vannalari akril, orqalari shisha. Yuvib tarab ishlatsa, xudo xolasa 1000 ga xizmat qiladi. Yuvinib bo'lgandan keyin ana shu dirijatorni olib turib, issiq suvda qo'l bilan emas, issiq suvni o'zida shuni yuvib tushirib yuborilsa, oppoq turadi, suv o'nnamaydi bunga, uklorlari zo'r, bir tomchi suv turmaydi mana endi. Mana chiroyli xizmat qiladi xudo xolasa. Mana kelib o'zimiz terib berdik, hali o'rniga o'rnagan yo'q, aqabaqa olishadi ham. Mash turishida bir tomchi suv chiqib ketmasligiga biz garantiya beramiz. Chiroylilab, kirlab qo'ydik, mana xudo xolasa. Buni hali bitgandan keyin mana joylarini, santexnikalarini qilishadi, arstollarni ilishadi, keyin gilamlarni solib, gilamni ustiga qo'yishadi kerak bo'lsa, bir tomchi suv chiqib ketmasligiga biz garantiya beramiz. Shunaqa gaplar xudo xolasa.